Assalomu alaykum, yaxshimisizlar qarindoshlar, men Nurman doktor. Bu filmda biz 7 oylik bo'lgan buvaqlarga munosib uçurlarni sizlar bilan bahslanamiz. Tordagi talash tortishlar beshingizni bek og'ir o'tgan bo'lsa, sog'lomlikqa oid bu qisqa filmimiz mengizni biroz aram oldirsin. Qaynamsi boshlayli. 7 oylik buvaqlarning badanga o'zgarishlari. 7 oylik buvaqlarning bosh aylanmasi 41,5 sm dan 46,5 sm atrofida bo'ldi. Boy uzunluğu 65 sm dan 73 sm atrofida bo'ldi. Badan eg'irligi bo'lsa 6,5 kgdan 10 kg atrofida bo'ldi. 7 oylik buvaq ana sütü bilan birga qo'shimcha yemeklar bilan oziqlandi. Qo'shimcha yemek boshlang'achqa kechida bek qo'ziq ichib ketmaydi. Uyqu sufiti texim yaxshi bo'ldi. Faqat buvaqlarning harakati ko'paygachga kechira uxlab qolishi mumkin. 7 oylik buvaqingiz o'z oldiga o'rlashga boshlaydi, o'mlashga boshlaydi. Yordam qilmasimi rohat o'tiradigan bo'lishga boshlaydi. Beshini burab ikki yoniga qaray oladi. Buvaqni ko'tarib yerga dast yetkazishga tamshalganda buvaq yerni dastigan amon sakrash harakatini qildi. Ko'p hajalik ovozlarni chiqarishga boshlaydi. Çoğrak yenik cisimlerini qo'liga elib bir qo'ldan yana bir qo'lga almashtira oladi. Yaxshi o'rgatsa istakanni suv ichadigan bo'ldi. Aynakka qarab xo'sh bo'ladi. Talab qilganini qilmasa yig'laydi. Tunish bo'lmagan chiroylarni ko'rsa yassiraydi, qo'rqib yig'laydi. 7 oylik buvaqqa va ota-onaga tavsiyalarimiz. Birinchi, buvaq to'la yig'lashga ko'p uchraydigan sabab yo qo'sqa och, yo bedenining bir yeri og'rib beorom bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shunga bu ikki nuqtaga bek diqqat qiling. İkinci, bu aydımı ana sütünü devam qilish bilan birga buvaqning tömür va vitamin dorisini to'liqlab bering. Qo'shimcha yemeklarni tanlaganda singishchan bo'lganlarni oldingi qatorda tanlang. Ko'ktatlar birini tanlashingiz bo'lsin. Masalan, yongyu, yeshil purchoq, savza, tuxum serqi qatorliqlarni tartib bo'yicha qo'shsangiz bo'ldi. Bek mayli tomoqlarni hozircha bermang. Üçüncü, yeni yemeklerini qo'shganda ziyoda sezimchanlik reaksiya alomatlari bo'lamdi bo'lmamdi bunga cho'qim diqqat qilib qo'ying. Agar reaksiya qilsa eng qisqa vaqtda doktoringiz bilan ko'rishib beqing. Ham qaysi yemeklikka yoki buyumga reaksiya qildiganligini yo'ldoshingizga, ayolingizga vaqtida deb qo'ying. Hatto xotirlab to'nglatquning teshiga chaplab qo'ying. To'rtinchi, bu oyda vaksinasi bo'lmasligi mumkin. Shunda bo'lsa bosh aylanmasi, eg'irligi, bo'y uzunligini o'lchab xotir qoldiring. 5. Put qo'l harakatlarining moslashchanligiga diqqat qilib qo'ying. Agar osonla bir tarafga eg'ib ketsa, shu tarafdagi put va ya qo'lning kuch-quvvatini tekshirib beqing. Bo'lsa doktoringiz bilan ko'rishib beqing. 6. Uy ichidagi kichik buyumlarni vaqtida yig'ishtirib turing. Bo'lmasa o'rilib berib ilib og'iz selilishi mumkin. 7. Har oqshom uxlashdan oldida bu vaqtning butun badanini tekshirib turishga odatlaning. 8. 5 minut vaqt chiqarib oldingi oylarda tilga ilingan tavsiyalarimizni ko'rib chiqing. Tangda to'lisi bu oyga mos keldi. Qadınımızda 12 ay ve onundan çoğun bolğan bu vaq ballarının her qaysı yaş davrida bedende ko'rilgan o'zgarishlarni va tavsiyalarni qisqa ixcham meg'izli qilib ratlab chiqdik. Agar yuqorida deyilgan o'zgarishlarning yarimiga yaqini ko'rilmasa yoki benormallik ko'rilsa, oila doktoringiz va ya ballar doktori bilan vaqtida ko'rishib yiqishingizni tavsiya qilaman. Bunun sırt doktorlar tur bekitimizde ana yazığımızda Uyghur tilida tayyorlangan bu vaq ballarının beden yetilish jadvali va boshqa yaxshi payliq mazmunlarni topa olasiz. Jiddiyleşmang, siz cho'qim yaxshi ota-ona bo'la olasiz. Bu o'qingizdan salomat cho'ng bo'lishga tilakdoshman. Bu filmni foydali his qilsangiz, qonimizga mushtari bo'ling va qonimizni atrofingizga do'stlaringizga tarqatib qo'ying.